Yirik sanoat korxonalari va ishlab chiqarish binolarida yong'in xavfsizligini ta'minlash nafaqat ish samaradorligini, balki inson hayoti, atrof muhit va davlat mulkini muhofaza qilishning eng muhim shartidir. Shu sababli Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tarkibiy bo'linmalarida doimiy ravishda profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinadi. Xuddi shunday seminarlardan biri kuni kecha Issiqlik elektr markazida bo'lib o'tdi. Qiyin alangalanish xususiyatiga ega bo'lgan qurilish materiallaridan foydalanish kerak. Plastik emas, gipsokarton. Respublika Favqulodda vaziyatlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan yurtimizda 5-martdan 15-aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi e'lon qilingan bo'lib, uning doirasida o'tkazilgan amaliy ko'rgazmali o'quv seminarida OKMK obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi boshlig'i Adham Ahrorov, kombinat fuqaro muhofazasi otryadi yong'in xavfsizligi bo'yicha komandir o'rinbosari Bekzod Abulkasimov va Issiqlik elektr markazi rahbariyati hamda ishchi xodimlari ishtirok etishdi. Tadbirda mas'ullar sanoat ishlab chiqarish korxonalarida, tashkilot va turar joy binolarida yong'in xavfsizligi qoidalarining ustuvorligini ta'minlash, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda hodisalar, ularning oqibatlarini bartaraf etish hamda tarqalishining oldini olish, nosoz elektr asbob uskunalarini ishlatmaslik, tez alanga oluvchi va yonuvchi vositalardan foydalanganda xavfsizlik qoidalariga amal qilish kabi mavzularda ma'ruzalar qilishdi. Broker eshikka olib tashlab, o'rniga bro'ts qo'yib bo'lmaydi. Seminarning amaliy qismida zamonaviy yong'in o'chirish texnikalari hamda asbob anjomlari ko'rgazmasi ham tashkil etilib, ishchi xodimlarga birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish tartibi tushuntirildi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati obyektlarda yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'linmasi inspektorlar tomonidan har bir korxona tashkilotiga biriktirilgan korxona tashkilotlarda yong'inlarning oldini olish, favqulodda holatga yo'l qo'ymaslik to'g'risida har bir ishchi xizmatchilar bilan takroriy yo'riqlovlar o'tkazib borilmoqda. Maqsad kelgusida yong'inlarga yo'l qo'ymaslik, biriktirilgan korxona tashkilotida tashkil etilgan ko'ngilli o'tirish drujinlari bilan muntazam ravishda birlamchi o'tirish anjomlaridan foydalanish va yong'inlarni o'chirishda qanday harakatlarni qilish to'g'risida yo'riqlovlar olib borilmoqda. Favqulodda vaziyatlarni oldini olish va yong'in xavfsizligini ta'minlash birinchi navbatda mavzusida o'tkazilgan navbatdagi seminar portlovchi materiallar zavodi ishchi xodimlari ishtirokida bo'lib o'tdi. Unda soha mutaxassislari tomonidan yong'in xavfi yuqori darajada bo'lgan sanoat hududlarida avtomatik yong'in o'chirish tizimlari, issiqlik va tutun detektorlari, signalizatsiya uskunalari o'rnatilishi va ularning sozligini muntazam tekshirib borish kerakligi aytilib, har bir bo'linma xodimlari yong'in sodir bo'lganda to'g'ri harakatlanish tartibini puxta bilishlari lozimligi ta'kidlab o'tildi. Har qanday zamonaviy korxona uchun yong'in xavfsizligi masalasi birinchi galdagi strategik vazifa bo'lishi zarur. Sababi ishlab chiqarishdagi kichik beparvolik millionlab moddiy zarar keltirishi va inson hayotiga tahdid bilan yakunlanishi mumkin.